Juda ham ko'nglim behuzur bo'lib ketyapti. Xo'p, faqat tezroq keling, rostdan mazam bo'lmayapti meni. Bo'pti. Kinaga. Hoy, Azimjon, keling asalim. Sizga nima bo'ldi? Ozgina mazam bo'lmayapti. Siz zerikdingizmi? Ha, men bilan hech kim o'ynamayapti. Oyimdan so'rasam ishim bo'lmasin deb urush berdilar. Biroz yaxshi bo'lsam, yana siz bilan o'ynaymiz, xo'p? Aziz, o'g'lim, nima qilyapsan bu yerda? Bor tez xonangga. Tez. Oy, opajon, meni ko'rgani kirgan ekanlar. Nega urishasiz? Men ham sizdan xabar olgani kirdim. Malikaxon, shunaqa yotaverasizmi endi? Bunaqa oyog'ingiz cho'zib yotganda ish bitib qolarmidi? Oyijon, yo'linglardan foydalanib yig'ishtirib qo'ymaymizmi? Uyga hech o'zim razm solasizmi? Changini ko'rdingizmi? Ikkita kelin boram deyishmaydi. Uyat bormi o'zi sizda? Opajon, atay qilayotganim yo'q. Menga ham shifokorlar aytishgandi, yoting faqat, ishlarni qilmang deb. Menga qarang. O'sha doktorlaringizcha vohmani uyasi. Ha, odam bunaqa yotaversa battar kasal bo'ladi. Turing, harakat qiling. Ana o'shanda qoningiz yurishadi, o'zingizni yaxshi his qilasiz. Bo'ldi, tura qoling. Yig'ishtirmasa yana oyijon xafa bo'lib qolmasinlar. Bo'la qoling. Bo'ling tez. Xo'p. Voy, Malikaxon, chiqdingizmi? Voy, Turib ko'zlarim to'g'ri bo'lib ketdi-ku. Yaxshi, qarang. Hozir mana shu gilamlarni yig'ishtiramiz. Tiylarni yaxshilab tozalab artishimiz kerak. Chang bo'lib ketganini qarang uyimizni. Keyin pilisos qilish kerak gilamlarni. Birinchi poldan artasizda gilamni yig'ib, keyin gilamni solib pilisos qilib yuborasiz. Xo'p. Keling, boshlaylik ishni. Bo'ling tez. Mana buni ko'taring, men qarashib yuboraman sizga. Shu shartmikin? Shuni boshqa kun qila qolaylik. Ozgina mazam bo'lmayapti. Voy, mazam yo'q deyishingizni qarang. Ko'rinishingiz biram yaxshiki, hech mazingiz yo'qga o'xshamaydi. Juda ham yaxshi ko'rinyapsiz. Keling. Ish kutib turmaydi. Bo'la qoling, ko'taring. Bo'ling. Ko'taring. Voy, og'ir ekan. Bo'ling, ozgina qoldi, bo'ling. Qo'y, kuchingiz bormi, ko'tarsangizchi. Malikaxon, ko'taring. Qarashyotganimni qo'ysangizchi. Voy, gilam tortish o'zi bo'ladimi? Ana. Bo'ling, shularni yig'ingda qarang, hamma ivirsib yotibdi bor-ku. Bo'ling tez. Men ungacha pastga yig'ishtirib turaman. Keyin pastga ham tushing, yordamlashishga, xo'pmi? Voy, gilamni ozgina yig'ishib yuborasizmi? O'zingiz yig'avering, kichkinagina gilam bo'lsa, Malikaxon, voy shu ham ish ekanmi? Bo'ling tez, bo'ling. Divanni surib, tiylarni yaxshilab artib chiqish esingizdan chiqmasin, xo'pmi? Bo'ling tez, keyin pastda menga qarashasiz. Bo'ling. Malikaxon, dog' qolib ketyapti oynada, yaxshilab arting. Keyin qarang Malika, tepa bor-ku, tepa ham changda, o'sha yerda ham artsangiz yaltirab chiqadi. Bo'ling. O'zim oyna artganingiz bilinmaydi. Yo'q, undan ham tepani aytyapman, ana tepalachi. Tepasiga bo'yim yetmaydi-da, opajon. Bo'yingiz yetmasa mana stulcha qo'ying, yana yetadi o'shanda. Bo'ling, qarang, o'shanda oyna artganingiz yaqqol ko'rinadi. Bo'ling, tozalab. Ehtiyot bo'ling-da faqat.
yiqilib tushsangiz nima deyman man oyijongilarga? Opajon, qo'lim yetmayapti. O'zingiz arta qoling, siz bo'yingiz balandroq. Voy, bu nima deganingiz? Ham men o'zimni ishimni tashlab siz ishingizni qilar ekanman. Bo'ling o'zingiz ishingizni o'zingiz oxirigacha yetkazib qo'ying. Chaqqon qimillang. Tavba. Malikaxon? Malika. Labbay, opajon. Malikaxon? Bu nimasi? Voy, hamma aytganlaringizni qilib qo'ydim. Xo'p, qilib qo'ydingiz, lekin men nima degandim? Divanlarni surib, tegini ham arting degandim. U changini qarang. Og'ir ekan, divanni sura olmadim to'g'risi. Shuni boshqa safar qila qoling. Mengacha doktor yot degandi. Tavba. Ha, ishni qilib bo'ling, yotasiz, namuncha shu dam olasiz. Biram dangasasiz, Malikaxon. Men qancha ishni qilib tashladim. Bir barmog'ingizni qimirlatgingiz kelmaydi. Bo'ling tez artasiz, keling. Suring buni. Qani bo'ling, siz bu yoqdan ko'taring, men bu yoqdan ko'taraman. Ko'taring. Bo'ling. Surmen. Ko'tarsizchi. Keling jonli. Voy, oyijon. Bo'lmasam. Assalomu alaykum. Voy sho'rim. Voy bu nima qilganingiz Malikaxon? Og'ir narsani divanni ko'taryapsizmi? Voy tavba. Axir sizga doktor nima degan, ha qizim? Yoting, damingizni oling, ehtiyot qiling o'zingizni demaganmi? Bu nima qilganingiz qizim? Halika. Ha-da, oyijon. Men ham aytdim, Malikaxon dam oling desam, qo'ymasdan menga yordam beryaptilar. Menimcha sizni ko'zingizga yaxshi ko'rmoqchi bo'lgandirlar-da. Menga qarang qizim. Siz o'zingizga mana bu tug'ilajak nabiramga zarar yetkazasiz-ku. Ha biz nima qilamiz sizga biror narsa bo'lib qolsa? Boring, kiring qizim. Damingizni oling, o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak, jonim qizim. Bora qoling. Boring. Xo'p, bo'ladi. Voy. Oyijon, Yuragim chiqib ketdi-ya. siz aytdim, voy dam ola qoling desam, qo'ymasdan menga qarashmoqchi bo'ldilar. Ha siz. Qayerga qaradingiz qizim? Ha mumkin emasligini bilardingiz-ku. Bilardim, oyijon, endi. Ey xudoyim, nima bo'lgan o'zi sizlarga? Bittanglar gapga quloq solmaysizlar. Yana bittanglar bunday ogohlantirmaysizlar, qarab turmaysizlar. Hey qizlarim.